Qadrlik kitap anlash to'pidagi do'stlar, Ulug'bek xazinasi 2-qism 13-mavzuni o'qiymiz. Qo'l-qo'nglar kitobda bo'lsin. Ko'k saroydan itdek charchab qaytib kelgan Amir Sulton Jandar yotqonga kirib, amdila ko'zini yumishi bilan kimdir birisi uning yelkasiga asta noqib qo'ydi. Apo qilg'aysiz, Amir janoblari, Ko'k saroydan chaparman kepti. Amir Jandar ko'zlarini aran ochdi. Qishida yosh xizmatkori ehtirom bilan qo'l qovushtirib turadi. Saroydan kepti? Xo'sh, saroydan kepti, Amir janoblari. Chaqir. Amir Jandar tortib ko'zini yumdi. Mana necha oy bo'ldi. Ahvol kun dolimi shundoq. Onunğa kecha kunduz demay, üstülep chaparman avativeradi. O qadimki Esilzodlar avlodidan bo'lgan obro'yliq sarkarda Amir Sulton Jandar Tarxonni emas, balki tegipas bir malayni ish qilsagandek, ushaq-tushak ishlarni onunğa yüklayveradi. Şahzade öz atasını emas, hatta qerindishi Abdulazizni Amir Jandarning qo'li bilan qatl qildi. Amir Jandar ashu dahshatli kechani esladi. Onunğa qatl qilingan chaqda ingaklari titrab, kichik balalardek yum yig'lagan Abdulaziz hozir uyga kirib ketayotgandek tuyulatdi-da, shaqqida ishqi qaradi. Keyin a'zoyi badanni soğuk ter besip, günahkar bendangni özün keçirgeysen perverdigar, deb pichirdi. Bu mel'un şahzade nurg'ulg'an rezilliklerini onun qo'li bilan qildi. O'zi bo'lsa, keyingi vaqtlarda yomon bir odatni chiqardi. Yerim kechigacha hatto tong otquchi uxlamay hokimiyat ishlari, ordu ishlariga doir barliq xat hujjatlar ustida kechasi ishlab, bekor vaqtlarida bazma qiladigan bo'lib oldi. Lekin onun bazmisi o'zining qiliqlariga o'xshash tetiqsiz edi. Ilgari Mirza Ulug'bek davrida poytaxtning mashhur shoir va olimlari, naqshchi sozandalari yig'iladigan cho'ng bazmaxonada hozir o'zi yolg'iz o'ltirib mayishadigan, cho'nqur xiyolga patgan holda asta tavrinib sozandalarning mo'ngluq kuylarini anglaydigan, ba'zida haramdagi kinizaklardan bir ikkisini chaqirtib usul o'ynatadigan, lekin ko'p hollarda kinizaklarni haydab chiqarib, yana sozandalarga mo'ngluq kuylarni chaldiradigan bo'lib qoldi. Ba'zida parangnushqisi kelib qolsa, Amir Jandarni yoki qo'shni uyda uni saqlab o'ltirgan saroy amaldorlaridan birasini taklif qilib, may bilan mehmon qiladi. Parvardigor olam, uning beshiga nima savdolarni solding? Amir Sulton Jandar Tarxonning Mirza Ulug'bekdan yuz o'rib, Mirza Abdullatifning qo'yniga o'zini etishidagi umidi shumidi? Shahzodaning o'ng qo'li, ishongan tig'i, bosh vaziri bo'laman deb o'ylamaganmidi? Shahzoda taxtda guvoh uchunla o'ltirdi. Hokimiyatni bo'lsa men yurgizaman. Butkul Mavara un-Nahr mening qo'limda bo'ladi degan xiyolda emasmidi? Barliq mashhur zotlar, barliq beg va begzodalar, boy va savdogarlar, harbiy amaldorlar va davlat arboblari, o'lima oqsoqollar mening ishik oldimda qo'l qovushtirib turdi. Mening boyliqim poytaxt bo'yicha eng ko'p bo'ladi. Mening uy joyim eng hashamatli bo'ladi. Haram xonimga Mavara un-Nahrning eng chiroyli qizlarini yig'iman degan ishonchda emasmidi? Shu umidlar bilan shahzodaning barliq amir palmonlarini muqaddas bilib, eng yomon,
eng rezil topshiriqlarini bajo keltirgan emasmidi? Xo'sh, buning badiliga uningdan nima yaxshilik ko'rdi? Boyligi, shon shuhrati oshdimi? Harimidagi biror go'zalni in'om qildimi? Yo'q. Amir Jandor Salohiddin zargarning nevrisiga ko'z tashlab, zargarga nevri kuyog'ul bo'lish, danqi butun poytaxtga tarqalgan bu sanamni nikohiga elish maqsadida edi. Biroq o bu maqsadiga yetolmadi. Endi elchi avatman deb turganida Shahzoda Mavlana Muhiddinni qamoqqa oldi. Shuning bilan bu ishmo to'xtab qoldi. Amir Jandor har qancha urinsimi Mavlana Muhiddinni qutqiza olmadi. Boshqa amirlar uni Shahzodaning eng yaqin odami, onun qo'lidan kelmaydigan ish yo'q deb o'ylaydi. Shu sababdanmi onunga yomon ko'zi bilan qarab hasadxo'rlik qiladi. Bo'layotgan yomon ishlarning hammasini onundan ko'radi. Barliq qirg'inchilikqa Amir Sulton Jandor sababchi deb o'ylaydi. Amir Sulton Jandor bo'lsa, o'z jinini aranla saqlab yuradi. Yalg'iz Amir Jandorla emas, sharafsiz Xorason yurishidan keyin bo'libmi Shahzoda Abdul Azizning poytaxt qilgan galvonliklaridan keyin Mirza Ulug'bekdan norozi bo'lib, Abdullatif tarafga o'tib ketgan amirlarning hammasi bugungi kunda pushaymon qilishyotadi. Chunki Shahzoda ular ta'ma qilgan yuqori mansab va zo'r boyliqlarni in'om qilmadi. O faqat Shayx Nizomiddin Xomushning yo'l ko'rsatishi bilan ish ko'ryotadi. Va yolg'iz shu hakavr qirig'i bo'yigib, kecha kunduz uning oyiga bosh qo'yadi. Hatto Shayxul Islom Burhoniddinmi bir chetda qayrilib qolgan edi. Amir Sulton Jandor bo'lsa, Talbi Shahzoda har kuni uning ko'ziga tikilib qaraydi. Uning so'zlariga, qilgan qasamlariga ishonmay, bosgan har bir qadamini maxfiy kuzatadi. So'roqqa tortib qiynaydi. Amirning qalbini o'ziga yot bo'lgan cho'nqur qayg'u qoplab olgan edi. O nima uchun Mirza Ulug'bekdan yuz o'ridi? Nima uchun uning yaxshiligini unutib, tuzkorlik qildi? Amir cho'nqur tortib, o'rnidan turayotganda eshik asta ochilib, bo'ri kirdi. Mana keynimga yana bir paylash qo'yibdi. Xo'sh, dedi Amir qo'pollik bilan. Yarim kechada yana nima ish? Alg'ay. Bo'ri g'alati hijib javob berdi. Buni shoh oliylaridan so'rang, amirim. Amir Jandor olg'ayni tillab tashlashdan o'zini zo'rg'a besib keyniga borildi. O yo'g'on badaniga chip keladigan harbiychi kiyimini kiyib etib, bo'rining favqulodda muloyimlik bilan qilgan sipohi gaplarini angladi. Shavkatlik amirim, bilman, siz piqirga ishonmaysiz. Lekin Shahzodaning bu ishlari kaminigimi yoqmaydi. Shaytonga dars beradigan bu bo'rining maqsadi nima? Meni aldab sir uqmoqchimi? Yoki boshqa muddaosi bormi? Amir Jandor kumush kavarini bog'lagan bo'lib, uningga qaramayli so'radi. Qaysi ishlarini deyapsan? Qaysi birini dey, amirim. O'ziga malay qilib oldi bizni. Ammo malaylikdan nima foyda chiqadi? Astagfirullah. Bu nima qiliq? Jinimni tikib xizmatimni qilsammi ishonmay, keynimga üstülab paylaqchi qo'ydi taq. Tunigun Mevlana qarshi kelib uni sinab ko'rdi. Norozilik paydo qilayotgan odamlar to'g'risida so'zladi. Elda tinchlik yo'q, fuqarolarning holi xarob, poytaxtda qaychilik bo'layotdi, savdo-sotiq kasatlashdi deb shikoyat qildi. Oxir Ali qushi bilan
Mevlana Muhiddin'ni sürüştürüp, altın ve cavahirlarga qiziqtirdi. Emir Candar onun sözüdün putak çıkarıp, derhal zindanga taşlamakçı boldu-yu, toqqaçılık münasibet tüpeylidin onda qilmadi. Onun bilen uruşup, tillişip, öydün heydep çıkardı. Bir gün bolsa, yılanның yığını yalgan bu muğamber onun doppısıga jigdi selip bakmakçı. Emir Candar kılıçını esişine bağını kılıp yanıla böreğe qaramay. Sana hayranmen alğay, dedi. Mirza Ulug'bek zamanında koçu telemçi kılıp yürgen bir gaday bugün Şahzade'nin iltifatı bilen yasavul boldun. Yana nime gerek sana, böre? Yasavulluqdan nime payda çıkıdı? Nami ulug, supurisi quruq, amirim. Supuran quruq bolsa, men qanda qilay? Yasavul boldun, hareket qilib gör, böre. Yalğız atning çiңi chiqmas, chavak ikki qo'li chiqidi, chelinidi. Amirim, bir ishni deyman sizga. Nima ish? Xo'p, desangiz deyman, ammo qo'rqmang. Nihoyatda sodiq odamlar bor. Sodiq odamlar qo'y terisiga o'rnib olgan bu bo'ri nima deydigandi? Meni sinab ko'rmoqchi bo'layotamdi nima? Emir Candar shaqqida burilib, bo'rining yoqasini tutib o'ziga tortdi. Jeningdan to'ymagan bo'lsang, rostында meni sinashni sana kim topshirdi? Shahzodami yoki Shayx Nizomiddin Xomush hazratlarimi? Qarningni yerib, uchingni salla qilib olaman. Ey iblis! Emir Candar yasavulning kikirtikini bo'g'ib oldi. Onun qo'llari burkutning changilidek qattiq edi. Yasavulning alg'ay ko'zlari chaniqidan chiqib ketadigandek chekchib ketdi. Kim evatdi seni? Ey iflos! Xudo haqqi, yolg'on so'zlamayman. Tegadigan paydini deb bo'g'icha bir qush qinimdan keching, amirim. Nima payda? Fitnami? Yo'q, oltin. Amirim, altın cavahir. Hemme fitne, hemme bala qaza altın cavahirdan başlandı. Xo'sh, qaysi ko'chada yotgan altın cavahir ekan o? Ko'chada emas, sizning qo'lingizda. Zindonda yetibdi, amirim. Zindonda yetibdi? Piriga do'st bo'lmagan bu shayton nima deydigandi? Kimni deyotdi? Şahzade Abdullah'nı mı yoki Şahzade Abu Said'ni mi? Emir Candar bo'rining kekirtikini texmi qattiqroq siqdi. Xufsallik qilmay, eniqni de shayton. Bo'ri jon ochiqida tipirlab xirildidi. Ikki olim, Ali Qushchi bilan Mevlana Muhiddin ejdihoning ko'zini cho'qigan quzg'un ikki Mevlanani qutqizib nima qilsa? Altın cavahirlarni kim berdi? Salahiddin Zagami? Emir Candar bo'rini texmi qattiqroq bo'g'moqchi bo'ldi-yu, nimishqidir Kashi bilan o'tkazgan suhbat esiga kelib, uni qo'yibatdi. Emir bilidan siyrilib ketgan kumush kamirini ruslab, ishga qarab mang'ach. Bilib qo'y bo'ri. Ikki kemiga dastigan kishi g'arq bo'ladi. Emir Sultan Candar altın cavahirga setilmaydi, deb vaqirdi. Kunduzi yoqqan qor muzlab, sovuq boshlangan edi. Sovuqlik ishnab, yer chachib turgan atlar tuyoqlari ostidan muz parchalarini chachirtib, tosh yo'lda taraqlab chepib ketdi. Shahar ko'chalari Guristondek jimjit ham qorong'u edi. Her kuni mushu chaqlarda anglanib turadigan qarovullarning shaqildaqlari va qalandarning haq do'st ya Allah simi anglanmaydi. Kechalari mashal yondirib, top bo'lishib aylanib yuradigan suvarilarmi ko'rinmaydi. Emir Candar oldida ot selib ketib etib, bo'rining so'zlarini o'ylaydi.
O şeytanga tuzak qo'yadigan bu yasovulning aldam xaltasiga tushmaganlik uchun xursand edi. O beshiga kulah, uchisiga jandi kiyib, ko'chima-ko'cha gadoylik qilib yurgan bu darvishni xeli burundilla taniydi. Uni saroyda yasovul kiyimida ko'rib, dastlabda ajablangan bo'lsa-mu, keyincha bu ishda Shayx Nizomiddin Xomushning qo'li borligini bayqab qolgan edi. Ha, Shayxning xususiy payloqchisi hisoblangan bu odamdan ehtiyot qilish kerak. Lekin bo'rining so'zlari uni tashvishga solib, xiyolidan nari ketmaydi. Bo'ri nihoyat sodiq odamlar bor, dedi. Bu qandoq odamlardir? Uning maqsadi nima? Mubodo poytaxtda biror fitna ig'vo tarqalgan bo'lsa, Amir Sultan Jandar xabarsiz qolurmi? Hozir Mirza Ulug'bekning suyimlik nökeri Bobur Husayn qayerdadir yushurinib yurganmish. Bobur Husaynning ismini anglasa, hatto shahzodami g'al-g'al titraydi. Keyingi kunlarda shahar do'rg'isi Miran Shahmo kamdador bo'lib qoldi. Shayxul Islom Burhoniddin bo'lsa, boshda shahzodaga ochiq chiroy bermagan edi. Hozir uning qarisini ko'rgil bo'lmaydi. Ehtiyot qilish kerak. Har holda bo'ri degan odamlarni bilib qo'yish kerak. Chunki bu talbi shahzodaga uylanmak, ko'langa uylanmak bilan barobar. Bayqushning ko'ziga o'xshaydigan ko'zlar yomon. Bundoq ko'zlardan qo'rqish kerak. Amir Jandarning xiyolini Ko'ksaroy oldida gulxon yiqib o'ltirgan Yasovullarning ovozi bilibdi. Otliqlarni ko'rib, o'rinlaridan sakrab turishgan Yasovullar Amir Jandar bilan bo'rini to'nib, o'z o'rinlariga qaytishdi. Amir Jandar etining chulurini uni darvozada qarshi olgan qorovulga tutqizib, ichkariga kirdi. Uni cho'ng ko'lchak yanida kutib olgan Baliqliq negir sifat saroyvan salomxonaga emas, nima uchundir haramxonaga, yandash mehmonxonaga boshladi. Mirza Abdulatif haramxonaga yandash bu ashamatlik uyning to'rida qat-qat shoy ko'rpalarda yon boshlab yotadi. Oldidagi shirada bir legan kavob bilan may to'ldirilgan jungu ko'zisi turadi. To'risdagi qandil va takchilardagi oltin shamdonlarga tizilgan shamlarning ko'pinchisi o'chirilgan bo'lib, mehmonxona g'uva yo'ruq edi. Shuning uchunmi to'rda yonboshlab yotgan shahzoda Amir Jandarning qalbida allaqandoq yomon bir gumon paydo qildi. O qo'l quvushtirganicha pagoda yukinmoqchi bo'ldi. Lekin shahzoda o'rnidan qo'zg'alib, "Berekal", dedi. O uyqusizlikdan o'ltirishib ketgan ko'zlari bilan Amir Jandarning ko'ziga tikilib, odati bo'yicha savol so'radi. "Xo'sh, Amir, poytaxtda qandoq yangiliklar bor?" Hurmatsizlik qilib sallayotgandi taxi. Amir Jandar ko'zini uning ko'zidan qochirib, beshini sal tuvan qildi. "Inshaalloh, tinchlik shoh janoblari." "Tinchlik bo'lsa, nimishqa ko'zingni qochirursan?" Amir Jandar zo'rg'a kulimsirdi. "Shahodiylarning nurliq jamolidan ko'z qamishur. Xushomadni qamlashtirsan tulka", dedi shahzoda mastona kulimsirab. "Va lekin bilib qo'ygunki, Amir, ko'nglingda nima borligini ko'zingdan bilib turaman. Hazrati oliylariga shon shavkat tilashdan boshqa mudoim yo'q. Saltanatingiz buningdan ziyoda." "Bas, saltanat ishlaridan zerikkanman", dedi shahzoda. "Ko'nglim boshqa narsani xohlaydi. She'riy til bilan aytganda, ko'nglim gulga tashnadir, amirim." Amir Jandar bir dilla yengillab qolgandek his qilib shahzodaga qaradi. Uning ko'zlarini xumolashtirib, yejib o'tirganligini ko'rib, o'zimi iyjaydi.
Siz alileri puraşını halısınızla haremde gül köp ku. Men izlegen gül haremde yok. Şahzade şundaq dep yastıqının astidan altın şaqıldıqını elip şaqıldatdı. İşikte balıqlıq sarayban göründü. Harem begiga ayt, kirsin. Sarayban arqıçı minib chiqib ketgandan keyin Şahzade Emirge bir piyola may qo'yib uzatdi. Kamina bir gulning ta'rifini angladin, Amir. Ko'nglim shu gulni purashga tashnadir. Jadulikdan hardam ol ahu ko'zing jon ko'ydirir. Gül misali ikkilibing la'al marjon ko'ydirir. Hoş, bu şiir nüşükken Amir. Karamet, ulug' Şahim. Amir Jandar bir sömürüşide pişanı boşatdı da allaqandaq gumandan ko'ngli g'ash bo'lib, sizdek olam quyoshi purmoqchi bo'lgan bu gul ruxsar qaysi gulshanning gulikin deb so'radi. Mirza Abdullatif onunga javob bermay eshikni asta ochib kirgan Harem begi qaradi. Yüzüge nipiz havarang çumbel tartib olgan Harem begi eshikdan kirgan yerda ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib salom berdi. Gül ruxsarning ta'rifini mana begim aytib bersin, dedi Şahzade. Keling, begim, o'ltiring, tartinmang. Harem begi uchiga dur qadalgan zar gullik oyig'i bilan gilamni yenik dastlab Şahzadening oduliga berib nazokat bilan tizlandi. Şahzade yig'ig'inicha unig'imi bir piyola may qo'yib tutdi. Harem begi ta'zim qilib piyolani oldi. Qo'sh uzuk taqalgan nozik barmoqlari bilan yuzidagi nepiz ipak chumbelni ko'tarib maydin bir o'tladi-da, suzuk ko'zlarini Mirza Abdullatifga tikdi. Harem begi 30'lardan aşqan, lekin texi öz latafatini yo'qotmagan, oppoq yuzining o'ng mangzida yugan, qop-qora mingi bor, chiroyli juvon edi. Amir Jandar uning qizg'uch ipak ko'ngliki va qizil novut pinjiki ichida lig'ildab turgan semiz badaniga va piyolaga qo'l uzatganda echilib qolgan oppoq qo'llariga tikilib, g'urt qilib yutindi. Bunu bayqab qolgan Şahzade qapqini turdi. Begim, ol gulning ta'rifini qilib bering Amirga. Harem begi o'ttirisiga ko'kuch mang chekilgan qiyoqdaq qoshlarini suzib Amirga qaradi. Amirim, ol gul ruxsarini ko'rmagan bo'lsa-mu, ta'rifini anglagandi. Şahzade Abdul Aziz husni jamoli tangdoshsiz bu Nazininni Amir İbrahim Bek oğludan tartib olgan edi. Amir Jandar cho'chib Şahzade'ga qaradi. Mirza Abdullatif Abdul Azizning ismini anglashi bilanla chiroyidagi tabassum yo'qab, nepiz lavlari yimirildi va nima uchundir ko'zlari qisilib Amir Jandarga qaradi. Amir ixtiyorsiz holda ko'zini qochirdi va astag'firulloh, bu qanday ko'gulik. Ümidim şu güzel idi o. Degan fikir xiyolidan kechdi. Xo'sh, nimishqa undamaysan, Amir? Dedi Şahzade. Ol gulning ta'rifini anglaganman, ulug' Shohim. Va lekin. Xo'sh, so'zla. Amir Jandar peshonasining quyilgan sovuq ter tomchilarini surtib tashlab, yer ostidan Harem begiga qaradi. Şahzade bunu bayqab, Harem begiga chiqib tur deb ishorat qildi. Harem begi xo'sh yoqmaganda qiyofatda o'rnidan turdi-da, eshik tarafga mangdi. Şahzade taqatsizlanib Amirga qaradi. Nima gaping bor? Da, Amir. Amir Jandar nima qilishini va nima deyishni bilolmay tamtirab qoldi.
Ulug' Şahim, oğlu Senem Şahzade Abdülaziz'nin harimida tug'an, echilmagan gül g'unchalar ko'p-ku. Ba'zida echilmagan guldan echilgan gul puroqliq bo'ladi, Amir. Yana bir tarafdan shunisi ma'lum bo'lganki, bu gul qamoqda yetayotgan Mevlana Muhiddinning gulshanidan bo'ladi. Qamoqda yotgan bir odamning qizini haramda turg'izish sizdek saltanat egisining shon shavkatiga loyiq bo'lurmi, hazratim? Mirza Abdulatifning qo'shimisi turilib, inchki burutlari qimirlab, "Xo'sh", dedi. Mevlana Ali qushi qandaqroq? Yanala iqror bo'lmayaptimi? Mevlana Ali qushi qandaqroq? Yanala iqror bo'lmayaptimi? Xudodan qo'rqadigan banda iqror bo'ladi, ulug' Shohim. Lekin bu jahil unsur. Bas shahzoda qo'li bilan yerni tirab, qaddini rusladi. İqrar bo'lishni xohlamasa, zindonda chirib ketsin. Ammo Mevlana Muhiddinni qamoqdan chiqarg'aysan. Amir Jandarning demi ichiga tushib, jim bo'lib qoldi. Shahzoda yana bir piyola may quyib, uningga tutqach. "Ma, ich, Amir", dedi va kuldi. Bizdek musulmonlar sardorining qo'lidan yolg'iz salni may ichalaysan. Qulluq ulug' Shohim, Tangrining marhamati yig'ilib, saltanatingiz buningdan ulug' bo'lsin. Ilohiya, amin. Amin. Xo'sh. Ol gul ruxsar qachon tayyor bo'ladi? Amir Jandar yuragiga bir narsa sanchilgandek bo'lib, yana shahzodaga qaradi-yu, uning siliq nazari bilan qadilib turganligini ko'rib, yechishga majbur bo'ldi. Maslahatim shuki, har holda bir hafta sabr qilg'aysiz, ulug' Shohim. Salohiddin Zargar poytaxtdagi eng davlatman, eng obro'li zotlardandir. Uning izzat obro'yini yerga urmay, arg'a odam qo'ymoq lozim, ulug' Shohim. O'zing elchi bo'lasan, Amir. Ammo ol gul ruxsarga ko'z qo'ringni solmaysan. Gulga qaragan ko'zingni o'yib, beshingni xamakni üzgandek üzüp tashlayman. Shahzoda to'satdan ko'zlarini qisib, qaqoqlab kutib tashladi. Bu iblisning chaqchiqimi, o'zining mijoziga o'xshash usul. Amir Jandar semiz yug'on gavdasini aran ko'tarib o'rnidan turdi. Ko'zi qorong'ulashib uydan chiqdi-da, tomga yulinib qoldi. Kallasida yanala shu alanlik o'y qo'yindek aylanib yuradi. Ya Rabbi, beshimga nima savdolarni solding? Ulug' Dahri Shohdan yuz o'rib, bu shahzodaning oldida parvona bo'lib, ko'rgan yaxshiliqim shu bo'ldimi? Birdan bir umidim shu gul ruxsar edi. Bu umidimmi chin chinisidek sunib, pari bo'lib ketdimi? Amir Jandar uyda qandoqdir bir shapini sezib ko'zini ochdi. Ishikda baliqliq negir sifat Sarayvan turadi. Sarayvanning mushukning ko'ziga o'xshaydigan ko'k ko'zlarida ajablanish, yo'q, gumonlanish alomati bor edi. Amir Jandar qaddini ruslab, belidagi kamirini to'g'riladi. "Olg'ay-qini?" "Olg'ay", dedi Sarayvan tushunmay. "Olg'ay yasovini davatman." Amir Jandar bir ko'zini alaytib ko'rsatdi. Sarayvan tushunib, kulib tashladi. Darvozaxonada o'tirdi. Amir Jandar qalbidagi alam to'lqinini besib, ig'ir qadam besib chiqib ketdi. Qadrli kitob anglovchi do'stlar, Ulug'bek g'azinasi 2-qism 12-mavzu tugadi. 13-mavzuda ko'rishguncha omon bo'linglar.
quloq solib tingishinglar uchun rahmat. Xushvaqt bo'linglar.